Assalomu Ama kirib bo'ldimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum siz. O'tgan darsimizni qolgan joydan davom ettiramiz. Mikrofonlaringizni o'chirib qo'yinglar. Mikrofonlaringizni o'chiringlar. Kamerani o'chiringlar. Qo'lingizga ruchka daftar oling, tamom. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Xo'p, ana bu yerlarni o'tgandik, bu yerlarni ko'rib o'tgandik. Xo'p, endi yuqori tartibli xossalarni ham ko'rdik. Xossalarini ko'rib, yuqori tartibli mana buni kelib qolamiz. Minyorlarga. Davom ettiramiz. Teskari matriса temasiga o'tamiz. Demak, ana bu yoyilmasini biz ko'rdik, yoyilmasini. Demak, yoyilmasi haqida mana gapirdik, mana shu haqida. Demak, bu yerda determinant hisoblash uchun mana bunday ko'rinishda bironta ustun yoki satrni olib, mana shu yoyilma qilib hisoblash mumkin ekan. Bunaqalarni demak bir nechtasi bo'ladi. Mana qaranglar. Mana bu yerda bu narsa mana teorema qilib keltirilgan. Nima deyapti? Determinantning ixtiyori bir satr yoki shunda joylashgan AEG elementlarni ularning mana bu mos algebraik turlishdagi ko'paytmasini yig'indisi ko'paytmasini yig'indisi albatta ko'paytma yig'indisi determinantni qiymatiga teng bo'lar ekan. Mana buni hozir alohida bu yoqda fayl ochaman hozir. O'sha yerda bu narsani yozamiz. Doska ochamiz bitta. Hozir. Endi buni ham dabaq qilamiz. Ko'ryaptimi? Xo'p, ana endi buni ana bunday qilaylik. Ana bunday bo'ldi. Xo'p, endi buni biz bemalol yozib bilamiz endi. Laplace teoremasi ana shundan davom ettiramiz. Demak, mana shunga asosan determinantni hisoblash yuqori tartibli bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi tartibni bilamiz. Agar undan yuqori bo'lsa, demak, mana elementlarini olib, uni ko'paytirsak, masalan,
Böyle hozir bitta misol olamiz. Kichkinaroq misol olsak ana shu yerda deylik. Endi bitirma hisoblashimiz kerak. Xo'sh, mana tak. Demak, mayli bo'lmasa buni demak bu qisqasi demak har bitta satrini o'shani agar ko'paytirib qo'shsa nima qiymatli hozir bu nima ishlamayapti hozir man to'g'irlab kilo. Ha? İşte anında. Bor. Alo, assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Hozir labay eshitaman. Ho'p, mana bu yerda demak har bitta ishlamayapti-da. Demak biru masalan misol olaylikda olamiz. Masalan nima qilamiz? Labay nima demoqchisiz? Nima qilamiz? Demak misol ko'rsataman hozir. Ana bu ishlamayapti. Bir xo'sh. Demak, misol olaman hozir. Demak, bir, ikki, masalan, uch, to'rt, besh, masalan, olti, ikki, uch, masalan, besh bo'lsin. Mana shu terminalni hisoblashimiz uchun biz hozir yuqoridagi aytganimiz bo'yicha demak birorta taktir yoki ustuni bo'yicha yoyishimiz kerak. Bu yoyilmani o'sha yerda hozir buni nima qilaylik? Ko'rinmayapti. Yetishmas.
Mana antiternal berilgan antiternal hisoblashimiz uchun biz yoyib hisoblash yoyilmasini olishimiz kerak. Mana masalan deylik, xo'sh, mana bu satr bo'yicha yoyishni ko'ramiz. Demak, bu uchun biz olamiz, ana bu olishimiz kerak formulani qanaqa? Demak, umumiy holda mana edi bu. Umumiy holda A1 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 edi. A2 1 2 2 3 edi. 3 1 3 2 A3 edi mana. Nima qilamiz? Demak, buni o'sha Laplace formulasiga chiqsa, mana bunday qilib yozish kerak ekan. Mana masalan deylik, ikkinchi satr bo'yicha yozmoqchimiz. Demak, bu A2 1 A2 1 ekan. Plus A2 katta A2 plus A2 katta A2 Ana bunaqa demak, algoritm o'rtasida teng ekan. Hop, endi masalan A bular katta A'larmi, kichik A'lar mana bular. To'g'rimi? Bular elementlari. Katta A2 A2lar va hokazo bular quyidagi hisoblanadi. Demak, algoritm bo'ladi. Demak, masalan bu umumiy holda A G bo'ladigan bo'lsa, -1 darajasida I qo'shilgan G burada M I G. Mana shu formula bilan topiladi. Mana endi bizim misolimizda har bittasini topib chiqamiz. Har bittasini. Endi davom ettiramiz. Demak, A2 mana 4 turibdi. Mana bu element 4 ko'paytirilgan A2 A2 bilan formula yozib qo'yaylik bu marta. Plus bu yerda endi hozir A2 dedik. Ana bu yerda tursin A2 topganmiz. Plus 5 ko'paytirilgan A2 plus 6 ko'paytirilgan A2 ekan. Endi A2 A2 3 topamiz. Demak, bu deganimiz quyidagicha demak. So'rani o'zgartirib ketaveraman. 4 ko'paytirilgan A2 deganimiz demak, ikkinchi satrni birinchi ustunni o'chiramiz. Nima qoladi? Nima qoladi? Buni o'chirsak, demak 2 3 3 5 qolar ekan. Nima bitirma qiladi? 2 3 3 5 qoladi. Endi bu yerda 2 deganimiz yana bu yerda bitta narsa yana bor. Buni hozir nima qilmadik? Demak, bu yerda xo'sh -1 2 qo'shilgan birinchi darajasi qanday bo'lishi kerak-da bu? -1 ning 2 qo'shilgan birinchi darajasida m 2 bo'lar ekan. Ana bu nisbat manfiy bo'ladi mana. 1 darajasi nisbat ko'p bo'lsa, arada nisbat bo'ladi. Nisbat qo'yamiz. Hop, davom etamiz. Demak, biz 5 A2 deganimiz ikkinchi satr, ikkinchi ustuni o'chiramiz. Demak, bu yerdan demak, -1 darajasida qo'shilgan 2 bo'lsa, demak, nisbat bo'lar ekan bu. 2. Bu nisbat demak, 5 o'zgarmaydi. So'rasi 2 demak, 2 2 1 3 ana 1 3 2 5 qoladi. 1 3 2 5 qoladi. Uchinchisi demak 6 6 6da demak 2 3 bo'lsa demak -1 darajasida 2 qo'shilgan 3 m 2 3 demak mana bu endi minus bo'ladi, shu uchun buni minus qo'ydim. Va demak A2 3 demak ikkinchini o'chiramiz, uchinchini o'chiramiz. Nima qoladi? 1 2 2 3. 1 2 2 3. Barobar. Xo'sh, -4 ko'paytirilgan mana 5 bilan ko'paytiriladi. 2 ko'paytirilgan 5 minus 3 ko'paytirilgan 3 yozamiz. Plus 5 ko'paytirilgan 5 1 ko'paytirilgan 5 minus 3 ko'paytirilgan 3 yozamiz. Minus 6 ko'paytirilgan degan. Xo'sh, bu demak 1 ko'paytirilgan 3
minus ko'paytirilgan 2. Demak, kireshna kiresh ko'paytiriladi. Ko'rdingmi endi? Demak, barobar hisoblaymiz. Minus 4 minus minus 4 minus 4 Ko'paytirilgan 1 bu qarshida 10 minus 9 bo'ladi. 9 plus 5 Minus 5 5 minus 6 minus 6 minus 6 ko'paytirilgan yana 3 ko'paytirilgan minus 4 nima bo'ladi endi bu? Bu 1 bo'lsa demak minus 4 o'zi. Demak, minus 1 bo'lsa minus 5 demak minus 1 mana bular minus 6 minus 6 bo'ladi. Bu minus 3 demak bu minus 4 minus 3 bo'ladi. Ana. Endi hisoblaymiz. Demak bu yoyib hisoblash bo'ldi. Ana shunaqa ixtiyoriy satr yoki ustuni bilan yoysangiz ham bir xil natija chiqadi. Ana masalan deylik, xohlang mana bu ustun bo'yicha javob chiqadi. Ko'ra olmaydi, yana bittasini ko'raylik. Mana 3-chi ustun bo'yicha ham, ustun bo'yicha ham. Ustun bo'yicha yoyilgan bo'lsa, endi quyidagicha bo'ladi bu. Hop, buni elementlari qanday bo'ladi? Buni elementlarni yozadigan bo'lsak, buni formulasini A1 3 nima yerda bo'ladi? Demak, bu shu delta matrisaning demak determinanti demak A1 3 A1 3 bo'lar ekan. Nima bo'yicha aytamiz? Plus A2 3 katta A2 3 plus A3 3 A2 A demak 3 3 katta A3 3 ana barabar. Ana endi buni yozib chiqishimiz kerak, yozib chiqishimiz kerak ekan. Yozib chiqadigan bo'lsak, mana A1 uchimiz bizda A1 uchimiz 3 ga teng bo'ladi, 3 ana 3. Demak, barabar 3. Ishora qanaqa bo'ladi endi? Bu yerda bir qo'shilgan 3 ana bu yerda ishora bo'lsa demak musbat bo'ladi. A1 3 demak, uchinchi ustunni o'chiramiz, birinchisini o'chiramiz. Ana qoladi, mana bu qoladi. Ana to'rtalash qoladi. 4 5 2 3. 4 5 2 qolar ekan. Plus bu yerda ikkinchi minus 6 qo'yib, minus 6. 2 3 bo'lgan ekan manfiy bo'ladi. Katta daraja 6 ko'paytirilgan. O'shanda bu yerda 2 3 mana. 2 ni o'chiramiz, shuni 1 2 3 bo'lar ekan. 1 2 2 3 bo'lar ekan mana. 1 2 mana buni o'chiramiz, mana buni o'chirsak 1 qalay? Plus bu musbat bo'ladi. 3 3 buni o'chiramiz, buni o'chiramiz. 1 2 4 5 qoladi. 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 1 2 4 5 hisoblaymiz. Hozir hisoblasak ham bo'ladi bu yerda. Demak, 3 ko'paytirilgan ana bu 12 mana yerda 12 minus 6 3 minus 4 5 5 ko'paytirilgan aslida 5 minus 8 hisoblasak demak bu 2 6 bo'ladi. Mana bu demak minus 1 6 bo'ladi. Bu 5 dan 3 ayirsak minus 5 necha bo'ladi bu? 3 ga tengmi? 12 demak minus 3 ga teng. Kelasi bunda ham menda qo'shib chiqadi. Demak, o'sha bitta qator satr yoki ustun bo'yicha yoyib hisoblasangiz yetarli ekan. Mana shunaqa demak hisoblanadi. Xo'p, endi hozir demak yana o'tsak, hozir demak davom etamiz. Demak, ana shunaqa bu demak yoyilmasi ana shunday ekan. Bu yerda bitta, ana bu yerda 6 ta shunaqa nimalar bor.
Mana shunaqa hisoblanar ekan. Hop, endi mm, mana shunaqa yuqori tartibli instrumentlar hisoblanadi. Endi eng asosiy bugungi nimamiz yakuni, mana shu temamiz yakuni quyidagicha bo'ladi. Biz endi determinantlarni hisoblashni bilamiz. Endi teskari matrica tushunchasini kiritamiz. Teskari matrica tushunchasini kiritamiz. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Bu keyingi darsimizda kerak bo'ladi. Demak, bu yerda biz demak teskari matrica tushunchasini kiritamiz. Va demak shundan foydalanib keyin biz misollar yechamiz. Ana bizda demak teskari matrica tushunchasi bu faqat kvadrat matrisalar uchun aniqlangan bo'lib, uni ta'rifni quyidagicha berishimiz mumkin. En ishtatovli A kvadrat matrisaga teskari matrica deb A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan A bo'lgan demak shunaqa B matrisaga aytamizki, uni demak chapdan o'ngdan ko'paytirsak birlik matrica hosil bo'lishi kerak ekan. Birlik matrica. Mana shu birlik matrica demak bu hosil bo'lsa demak ko'paytirganimizda teskari matrica deydi. Bu demak Y en ishtatovli kvadrat demak birlik matrica. Albatta bu demak birlik teskari matritsani A darajasida -1 deb yoziladi. A -1. A -1 deb yoziladi. Demak bu ana shunaqa qilib biz xo'sh ana shunaqa qilib biz demak ana bu kvadrat matritsani nima qilishimiz mumkin ekan? Kiritishimiz mumkin ekan. Mana shunaqa kiritar ekanmiz. Xo'p, endi teskari matritsani hamma vaqtdan xo'sh topib bo'ladimi degan savol. Hamma vaqt mavjudmi degan savol. Nima buning uchun quyidagicha tushuncha kiritamiz. Ya'ni bu matrisaning mavjud bo'lishi uchun bu qanaqa bo'lishi kerak ekan? Mana bu yerda ana tarif berilyapti. Matrisaning determinanti A barobar 0 bo'lsa, ya'ni determinanti 0 ga teng bo'lsa, buni maxsus matrisa deyiladi. Aks holda maxsus matrisa deyiladi. Demak, teskari matrica maxsus matrisalar uchun mavjud ekan. Maxsus matrisa uchun mavjud. Ya'ni determinanti 0 dan farq qilib bo'lsagina mavjud ekan. Shuning uchun demak biz mana bu yerda ikkita matrica keltirilgan. Ularning demak bittasining determinanti mana birinchisiniki 0 ekan. 10 minutdan keyin tugaydi. 10 minut davolanishlarda qaytib kirasizlar. Tushunarli? Hozir tugaguncha davom etamiz. Demak, A matrica demak ana buni demak determinanti 0 ga teng ekan. Buni hisoblab ko'rishingiz mumkin. B matrisaning determinanti 0 ga teng emas. Bu demak maxsus matrisa deb aytiladi. Uchun buni biz ana shunday qilib biz kiritar ekanmiz. Keyin demak tasdiq berilgan maxsus A matrisa uchun teskari matrica mavjud emas deyapti. Demak bu tasdiq uni ko'rsatib o'tilgan isbotini faqat test determinanti 0 ga teng bo'lsa, uni maxsus matritsasi mavjud, teskari matritsasi mavjud emas deb ketiladi. Ana umumiy holda quyidagicha formulalarni kiritamiz endi. Ana birinchi yerda ana berilgan asosiy matrica bu. Bu asosiy matrica. Mana shu demak berilgan va demak shu kvadrat matrisaning algebra to'ldirishdan tuzilgan. Mana bu algebra tuzilgan, algebra to'ldirishdan tuzilgan mana bu matritsani kiritamiz. Mana bu demak bizda endi kengaytirilgan matrica deb aytiladi. Mana bu yerda katta A mana bular A, E, G'lar mana o'sha yuqorida aytganimiz A, G deganimiz bu
minus 1 darajasida I plus G ko'paytirilgan M ning G. Ya'ni bu algebrai turda uchirgan. Algebrai turda ishlab chiqilgan matrisalardan. Hop. Endi ana shu matritsani kiritamiz. Ularni kiritamiz. Hop, buni yog'i ichib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, bularni kiritamizda, demak, ana bu matrisani tuzamiz. Bu matrisa biriktirilgan matrisa deb aytiladi. Ana shu A chiziq matrisa, ana biriktirilgan matrisa deyiladi. Ya'ni bu yerda qaranglar. A chiziq matritsa A1 2 1 bo'lib ko'rsatib turibdi bu. A2 1. Ana bu yerda 1 2 edi. 2 ko'rsatadi. Bu uchun ham maxsus matrisada bu. Bunday qilib tuzilgan matrisa bu. Ana shu matrisa kirityapmiz. Endi ana bu yerda xuddi shu matrisaning kengaytirilgan matrisasi keltirilgan mana shu yerda. Masalan, A1 qanday topiladi? Yuqoridaga o'xshagan, demak, A1 qanday topamiz? A1 topishimiz uchun ana masalan A1 topishimiz uchun quyidagicha chiqaramiz. Ya'ni yozamiz A1 esa nima? A1 deganimiz bu A1 deganimiz bu minus 1 darajasida 1 qo'shilgan 3 hamda foydalanishni formulasidan demak M minor 1/3. Xo'sh, bu deganimiz demak endi bu 1/3 bo'lgani uchun bu musbat bo'ladi. M 1/3 deganimiz demak bu birinchi satrni o'chiramiz va uchinchi ustuni o'chiramiz. Nima qoladi? Demak bizda qoladi 0 5 4 0. Toplaymiz. Toplasak demak 0 ko'paytirilgan 0 minus 4 ko'paytirilgan 5. Demak minus 20. Yoki masalan A2 ni topmoqchi bo'lsak, endi A2 ni topmoqchi bo'lsak, nima deganimiz bu? A2 deganimiz bu A2 demak minus 1 darajasiga qo'shilgan 3 M 2 bu deganimiz demak bu minus 1 5 darajasi toq bo'lgani uchun manfiy bo'ladi. Bu yerda nima qoladi? Bu yerda qoladi ikkinchi satr. Ikkinchi satrni o'chiramiz va uchinchi ustuni o'chiramiz. Nima qoladi? 2 minus 3 2 minus 3 2 minus 3 va 4 qolyapti. Barobar ana bir ishora minus kelaveradi. Buni hisoblasak 0, hisoblasak minus 12 bo'lar ekan. Mana bu minus bilan demak nima bo'lar ekan? Javob minus 12 ekan. Minus 12 demak ana minus 12 ga teng deb chiqyapti. Mana shunday qilib demak biz har bitta mana bu algebra cho'zishlarni shunaqa qilib hisoblaymiz. Mana hisoblangan, hisoblasak mana shunaqa narsa kelib chiqadi. Xo'p. Endi demak teskari matrisa qanday topiladi? Teskari matrisa topish formulasi mana shu bo'ladi demak. Mana shu 1/18-formula teskari matrisa topish formulasi bo'ladi. Buni demak mana shu formula demak teskari matrisa topish formulasi ekan. Deganimiz demak bu yozaman. Mana demak oxirgi formulasi mana bo'ladi. Demak teskari matrisa quyidagicha topiladi. Bularni chiqaraylik.
Demak, mana shu formula yordamida biz topa olamiz. Hozir men formulani sizlarga yaxshilab belgilab bering. Nima deyilgan o'sha bo'ladi? Mana bu yerda demak o'sha formulani men yozib beraman sizlarga. Bir- mana bu. Ha, demak teskari matritsani formulasi mana shu bo'ladi. Bu A demak A minus 1 bilan tenglik. Agar 1 bo'lingan determinant A beriladi. O'sha algebraik kelishib tuzilgan, kengaytirilgan matrica demak bu katta A bir bu uchtalik uchun yozaylik. Demak A 2 1 A 3 1 A 1 2 A 2 2 A 3 2 A 1 3 A 2 3 A 2 3. Demak bu yerda A'lar demak o'sha algebraik to'ldiruvchilar. Ana shu demak teskari matrits topish formulasi bo'ladi. Hozir demak hisoblaymiz. Tenglar bilan ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. Turamiz. Demak, hozir teskari matritsani topamiz va o'shani tekshiramiz. Ham topamiz, ham tekshiramiz. Hop. Ana. Teoriya aloqa misolni.